O'zbekistonda 1-apreldan ayrim yolg'iz keksalar uchun poyezdga bepul chiptalar ajratiladi. Prezident qarori bilan o'zgalar parvarishiga muhtoj yolg'iz yashovchi hamda yolg'iz keksalar va nogironligi bo'lgan shaxslarning reyestri yuritilib, keksalar va nogironligi bo'lgan shaxslar yoki ularga hamrohlik qiluvchi shaxsga 1 yilda 1 marta temir yo'l yoki shaharlararo avtobusda borish va qaytish uchun bepul chiptalar ajratiladi. 2024-yil 1-maydan reyestrga kiritilgan yolg'iz keksalar va nogironligi bo'lgan shaxslarga beriladigan har oylik uy-joy kommunal xizmatlar haqini to'lash bo'yicha kompensatsiya, oziq-ovqat mahsulotlari va shaxsiy gigiyena tovarlari uchun to'lovlar o'rniga har oyda minimal iste'mol xarajatlari miqdorida moddiy yordam joriy etiladi. Bundan tashqari, yolg'iz keksalar va nogironligi bo'lgan shaxslarning yo'qotilgan biometrik pasportlari ular reyestrga kiritilganiga qadar Inson ijtimoiy xizmatlar markazi buyurtmasi asosida davlat bojisiz almashtirib beriladi. 2024-yil 1-martdan o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish, mustaqil harakatlanish va mo'ljal olish imkoniyati cheklangan yolg'iz keksalar va nogironligi bo'lgan shaxslarga ijtimoiy xodimlar assistentlari tomonidan soatbay asosida haftalik xizmat ko'rsatishi uchun moslashuvchan ish tartibi joriy etiladi. 2024-yil 1-apreldan Samarqand va Farg'ona viloyatlari hamda Toshkent shahridagi ijtimoiy qo'llab-quvvatlash markazlarida joylashtirilgan shaxslarga ularning ehtiyoji hamda xohishiga ko'ra qisqa va uzoq muddat qolish, shuningdek internat uyidan butunlay chiqish imkoniyati yaratiladi. Shu bilan birgalikda ushbu ijtimoiy qo'llab-quvvatlash markazlarida mobil, kunduzgi qatnov shaklidagi qisqa va uzoq muddatli ijtimoiy va reabilitatsiya xizmatlari ko'rsatiladi. O'zbekistonda 1-apreldan ayrim yolg'iz keksalar uchun poyezdga bepul chiptalar ajratiladi. Prezident qarori bilan o'zgalar parvarishiga muhtoj yolg'iz yashovchi hamda